Assalomu alaykum. Viloyatimiz hayotiga oid bo'lgan xabar va voqealar tafsiloti bilan tanishing. Efirda Qashqadaryo axboroti informatsion dasturi. Xalq deputatlari Qashqadaryo viloyati kengashi deputatlarining 2026-yilga mo'ljallangan reja grafik asosidagi sayyor uchrashuvlari davom etmoqda. Navbatdagi muloqot Qamashi tumanida tashkil etilib, unda kengash raisi, deputatlar hamda mas'ul rahbarlar ishtirok etishdi. Mavzu tafsiloti muxbirimiz lavhasidan o'rin olgan. O'tkazilgan uchrashuv saylovchilar bilan ochiq va samimiy muloqot ruhida bo'lib o'tdi. Fuqarolar o'zlarini qiynayotgan muammolar, taklif va tashabbuslar bilan bevosita deputatlarga murojaat qilish imkoniga ega bo'lishdi. Eng e'tiborlisi, murojaatlarning ayrimlari shu joyning o'zida ijobiy hal etildi. Jumladan, tumanning Oynako'l mahallasida istiqomat qiluvchi fuqaro ish bilan ta'minlash masalasida murojaat qilib, qisqa fursatda maktabgacha ta'lim tashkilotiga ishga joylashtirildi. O'zimning mutaxassisligim bo'yicha, ya'ni O'zbekiston Milliy pedagogika universitetini tarbiyachilik yo'nalishini tamomlaganman va o'zimning sohamda ish so'rab murojaat qilgan edim. 26-maktabgacha ta'lim tashkiloti tomonidan ishga qabul qilindim va muammoimga yechim topdim. Juda ham xursandman. Rahbar va yoshlar uchrashuvlarining tashkil qilinishi biz kabi sizlarning doimiy ish o'rni bilan ta'minlanishiga yaqindan ko'mak beradi. Shuningdek, yana bir fuqaro o'zining IT va huquq yo'nalishlaridagi bilim va sertifikatlariga mos ish so'rab murojaat qildi. Ushbu murojaat ham e'tiborsiz qoldirilmadi va deputat tashabbusi bilan o'quv markaziga ishga qabul qilindi. Uchrashuv davomida fuqarolar tomonidan kredit olish, bandlikni ta'minlash hamda ijtimoiy masalalarga oid ko'plab savollar ko'tarildi. Mas'ullar tomonidan ularning har biri yuzasidan huquqiy tushuntirishlar berildi hamda zarur hollarda deputatlik so'rovlari yuborilishi ta'kidlandi. Qamashi tumaniga ham respublikadan 100 milliard mablag' ajratilyapti. Bu mablag' asosida Qamashi tumani infratuzilmasini yaxshilash, yo'l qurilish sohalarini yangilash, umumta'lim maktablari, bog'chalar tashkil etish, ko'chalarni yoritish tizimlarini yangilash, aholi yurish uchun piyodalar yo'lakchasi qurilishi, Qamashi tumani hududini hamda tumanning atrofidagi 5 ta mahallani toza ichimlik suvi bilan ta'minlash masalalari ko'rib chiqilyapti. Bundan tashqari Qamashi tumanida Chem hamda Oqguzar mahallalarida mana shu yangi O'zbekiston qiyofasidagi mahallalar uchun 5 milliarddan mablag'lar ajratilyapti. Buning barchasi insonlar hayotini yaxshilash, ijtimoiy holatini yaxshilash, yangi ish o'rinlarini yaratish va bugungi olib borilayotgan barcha harakatlarimiz insonni rozi qilish, insonlarning hayotini yaxshilashga qaratilgan. Bunday ochiq muloqotlar aholi muammolarini joyida o'rganish, ularni tezkor va samarali hal etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Eng asosiysi, fuqarolarning ishonchi va faolligi ortib, davlat va jamiyat o'rtasidagi muloqot yanada mustahkamlanmoqda.